Mana bu orqamda 3 ta rangni ko'ryapsizmi? Mana shu 3 ta rangdan butun biz dunyoda ko'ra oladigan ranglar iborat. Ularning aralashmasidan. Va buning nomi RGB. Red, Green, Blue. Va aytganimdek, mana shu ranglarni biz turli nisbatlarda aralashtirganimizda qolgan barcha ranglarni biz olamiz. Va mana shu prinsip asosida ekranlar, televizorlar, proyektorlar va boshqa yorug'lik chiqaradigan qurilmalar ishlaydi. Bizning ko'zlarimiz ranglarni ko'rishi ham aynan RGB bilan bog'liq. Endi esa mana shu bizning ko'zimiz qanday ko'rishiga to'xtalsam. Ko'zning orqa qismida retina deb ataladigan joyda fotoretseptor hujayralar joylashgan. Bu hujayralar yorug'lik zarralarini qabul qilib, miya tomon elektr impulslarini yuboradi. Lekin bizda millionlab ranglar uchun millionlab retseptorlar mavjud emas. Shuning uchun biz ranglarni 3 turdagi konuslar yordamida ajratamiz. Birinchisi qisqa to'lqinli konuslar, ular ko'k ranglarni qabul qiladi. Ikkinchisi o'rta to'lqinli konuslar, ular yashil ranglarni qabul qilishadi va uchinchisi uzun to'lqinli konuslar, ular qizil ranglarni qabul qilishadi. Agar bizda faqat bitta turdagi konus bo'lganda edi, biz hamma narsani oq-qora deb ko'rgan bo'lardik. Chunki ranglarni aralashtirib, xilma-xil ranglarni chiqarib beradigan mexanizm bo'lmas edi ko'zimizda. Qizil va yashil konuslar bir vaqtda faollashsa, miya bu signallarni birlashtirib bizga sariq rangni ko'rsatadi.